Bizda hayotimizda mo'jiza kerak emas. Faqatgina har kunlik to'g'ri qadamimizni qo'yamiz. Yarim yil, 1 yildan keyin ko'ribsizki, boshqa insonlarning ko'zida sizning hayotingiz mo'jizadek ko'rinadi. Hozir shunchaki bo'zrayib qarab turadigan zamon emas. Nimadir qilib turish kerak. Yangi narsalarni qilib ko'rish kerak. Sizning ishingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar men 100% garantiya beraman. Odamlar insonlar bilan bog'liq. Ras shunaqa ekan, davaychi oldimizga har kunlik maqsad qo'yamiz. Yangi insonlar bilan tanishish maqsadini qo'yamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta farqi yo'q. Qarang, agar 3 ta bo'lsa, yiliga 1000 tadan ziyod kontakt bo'lar ekan. Yangi kontakt xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yangi kontraktga, yangi kelishuvga olib keladi. Chunki inson o'zi bilgan joydan, o'zi bilgan inson bilan ishlashni, o'zi bilgan insondan xarid qilishni xohlaydi. Va hozir hammada ijtimoiy tarmoq bor. Telegram, Instagram balobatar bor. Siz har kunlik istoriya qo'ygandan keyin yangi kontaktingiz sizni istoriyangizni ko'radi va uni miyasiga kirib olasiz. Kirib olgandan keyin bir kun ehtiyoji paydo bo'lgandan keyin siz esiga kelasiz va ko'ribsizki, yangi kontraktga, yangi kelishuv, yangi sotuvga olib keladi. Hozirgi kunda mana shu texnikani men juda yaxshi ko'raman. 1 yildan oldin boshlagan edim. Boshlashim juda qiyin edi, lekin hozir kelganda juda yaxshi natijalar berdi. Siz ham qilib ko'ring. 3 oy, 6 oydan keyin kommentariyada natijalaringizni yozib qoldiring.